Hayit dasturxoni uchun pahlavani o'rniga undan ham mazaliroq, oson tayyor bo'ladigan shirinlik retsepti. Sariyog' bilan unni kroshka qilib, razrixlitil 2 dona tuxum sarig'i, smetana yoki qaymoq solib o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz, tindiramiz. Nachinkasi uchun maydalangan yong'oq, turshak, magiz, shakar, olib qo'ygan 2 tuxum oqini ham solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Xamirni 2 ga bo'lib, to'rtburchak qilib yoyib, 2 ga bo'lib, shu ko'rinishda nachinkadan solib, xamirni o'rab olamiz. Listga terib tuxum sarig'i surib, duxovkaga yuboramiz. Shirinlik pishguncha taom pishirgan tovamni qoplamasiga ziyon yetkazmasdan, ozor bermasdan bavi parashokida osongina tozalab olamiz. Bunaqa qoplamali idishlarni qirib yuvganimizda ustki qatlami ko'chadi va yaroqsiz holatga keladi. Bavi parashogi esa hech qanday zarar yetkazmasdan qalin yog' chirklarni ham eritib yuboradi. Idishingiz esa yangiday bo'ladi. Tovamiz ham top-toza, bu yoqda shirinligimiz ham tayyor. Pishgach ustidan sirup surkaymiz, maydalangan fistashka yoki qand upasi sepamiz. Hayitda dasturxoningizni ko'rki bo'ladi o'zi ham. Og'izda eriydi va xamirlari ham obida pishadi. Hayit dasturxoniga albatta tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa bir dona like esdan chiqmasin.